Bismillah. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar. Sizlar bilan men Ziyovuddin Ahmadjonov. Siz YouTube'dagi Ahmad Bobobuz kanalini tomosha qilmoqdasiz. Juda ko'pchilik hozir shu pechkadan o'rnatyapti. Shu pechkamizni yoniga mana hozir ko'rsataman. Rodman urib chiqilgan. Bu yer rodman ursa bu ichida issiq bo'ladi. Pechka yonganda u otib olishi mumkin. Shuni biz boshqacha narsa topdik, ya'ni qoplama qilib bu yerga qoplama qilib qo'yamiz. Bu qoplamani hozir bitgandan keyin ham ko'rsatib o'tamiz. Hozir bir tomoniga qilindi. Bu ikki tomonlama pechka hisoblanadi, mana ko'rishingiz mumkin. Ikki tomonlama pechkani bu yoniga mana atsinkovoy tunkadan kesib shu tarzda qo'yilyapti. Hozir bitgandan keyin ham ko'rsatib o'tamiz. Kimgadir foydali video bo'lgan bo'lsa, biz bundan xursandmiz. Kimdir xayoliga kelmagan ish deb o'zimcha o'yladim. Shuning uchun buni ham kanalga qo'yib qo'yay deb video syomka qildim. Hozir davomini qo'yamiz yana.